Hammaga salom, qadrli obunachilarim. Mani kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyim kiyimlarimni obzor qilib beraman. Hamma kiyimlarimni kiymasam ko'rsatib chiroyli. Bu videoyimiz qisqa bo'ladi yoki uzun. Men harakat qilaman lekin uzun bo'lishiga va sizlarga yoqishga. Men hozir shkafimni ko'rsataman. Mana shkafimni ochib oldim. Endi bitta-bittalab kiyimlarimni ko'rsataman bir chekkadan. Kurtkam. Mana kurtkam. Ya'ni qishga kiyimlarim. Qissalari mana shapkasi ilib qo'yaman. Keyingi kiyimim bava. Ya'ni bu yil rosa trendda bo'ldi. Unaqalari. Shuning uchun men bava oldirganman. Mana buni anonsi ham bor. Pasi, tepa pas, ichi bu bilan kiymagan. İçini olmaganman. Mana yurakchalari bor. Chiroyli. Yoqqan bo'lsa bitta like. Bavami yoki mersmi desam, men bavani tanlagan bo'lardim. Sizlarcha nimani tanlagan bo'lardinglar? Bava yoki mers? Keyin mani qishki kiyimlarimdan bittasi mana ayiqchali. Buni ham tepa pas. Ishton anonsi ko'rinmoqda pasi. Ayiqchali, kapshonkasi bor. Hozir bitta qo'limda ushlamasam bo'ldi. Keyingisi vashi sevaman. Maktabda eng yoqtirgan kiyimim o'sha. Shimni alohida olganman, prosta ilib qo'yganman. Uni yubkasi bor, tepa pas. To'qol tepa pas kiygim keladi mana. Bu sho'ra yaxshirab. Mana chiroyli shimon bilan cho'tga turadi. Kaltagina shim va shizot turadi. Lekin unaqa kiyib olmayman. Shimonni tepasida bir nima kiymasam bo'lmaydi. Keyingisi muncham mana. Prosta mana muncham ololmayman. Keyingisi mana paltoyim. İçi yumshoq. Hozir ko'rsataman. Yumshoq mana palto. Uchinchisi olaman. U kiyim. Ya'ni forma. Hozir sho'la. Mana yubkasi bilan hammasi tepa pas. Keyin agar vaqtim bo'lsa kiyib ko'rsataman. Hozircha ko'rsatib ketdim. Kiyilishi boshqa, ko'rsatilishi boshqa, to'g'rimi? Prosta hozir bundoq qilsam qorong'i bo'ladi. Bo'ta yopib turadi. Bo'ta yopib qo'y. Bo'ta set bor. Shuning uchun keyin mana men boya shimim bilan kalta deganimni yubkasi mana yubkasi anaqali keyin kiyib ko'rsataman va voy tushib ketdi. Mana yubkasi hozir nima ilib qo'yishim kerak bo'ldi. Mana shirinchaligini qajaylab bo'yni shirinligini. Buni ham ilib qo'yishim kerak. Keyin yozga kiymam. Chiroyli sevaman. Ko'k. O'zi menga ko'k, yashil, oq yoqadi. Mana vashi chiroyli. Ko'k yoqtirganim uchun ko'k olganman uzun. Faqat yozda to'ylar bo'lsa o'shanda kiyaman. Yoki aylanishlarga, ko'chalarga kiyaman. Va kuzgi kiyimim
Mana etaklarini qaranglar. Yoqqan bo'lsa bitta like. Va maktablarda atlas anaqalar bo'lsa, men o'shani atlasim mana uzun judayam ishi sevaman. Uzun narsani shim kiyishi. O'zi men ko'proq bu yil shim oldim. Mana yangi kiyimlarimni ko'rsatim. Endi boshga taqadigan narsalarimni hozir yorug'roqqa chiqaman. Bundoq bo'lsa, ko'rinadigan bo'lsa umidaman. Bu mana kuzga bu kerak bo'lib qoladi deb pastga qo'yganman. Bu Hamitda oyoqchasi bor. Boshqa yerda ham bor. Bu gulfiyam yozga. Chiroyligini qaranglar, bahorda ham maktab bo'ladi. Mushukchali yana bittasi bor. Buni solib qo'yaman. Keyin endi kiyishga o'tamiz. Qani mana qizlar. Chiroyli bo'lsa bitta like. Mana hamma uni ketaman. Kistalari zo'r issiqqina kashonkasini taqdi. Zamuki boti sizlar ham shunaqa qolishadi. Marshrutkagacha keladi, keyin bundan ham o'psanglar bo'ladi. Botdan qizlarjonlar, agar buni ulgurmasam, bu videoni birinchi qismi bo'ladi. Agar ulgurmasam-da, keyin safar ikkinchi qismini olishga harakat qilaman. Ma'lummi? Chiroyli bo'lsa bitta like esdan chiqmasin. Qani boshqa kiyimimni ko'rsataman. Do'stlar, mana bizlar banvamizni kiyib oldik. Orqasi ham bor. Men ichidagini prosta ichidagi birga kiymagan. U ichidagini boshqa ham kiysa bo'ladi. Maktabdami, ko'chalarga chiqqandami, o'shanda kiysa bo'ladi. Kimni boshqa harfi A bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboringlar va mana qizartirib ketinglar. Qani, mana yumshoq bu qo'llari ham chiroyli diyorli ekan. Diyorli. Короче, buni anonsa bor, men kiymadim. Erinim deb qo'yaqlar. Hali qancha kiyim kiyishim kerak. Jahon hozir olaman. Mana bu babani men jismoniga olganman. Jismoniyda kiyaman. Ko'chada ham kiysa bo'ladi. Mana bavali orqasi X'lari ham bor. Qishga, kuzga. Buni endi vishilkaga ilib olamiz. Qani. Mana vishilkaga ilib oldik. Endi buni joylashtirib kelaman. Keyin boshqa kiyimimni olib kelib kiyib ko'rsatib ketaman. Sizlar azginchasini ko'rib, azginchasini ko'rmanglar. Keyin like bosish esdan chiqmasin. Va 300 taga yetaylik. Va yangi yilgacha 300 taga yetaylik. Keyin menga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentlarim to'ldirib tashlaylar, sizlardan kutaman.
Qani chalg'imaylik. Keyingi kiyimimni olib olaylik, keyin sizga kiyib ko'rsataman. Qani ket. Keyingi kiyimim shu ekan, shuni kiyib ko'rsataman. Va mana kiyib bo'ldim. Chiroyli chiqdim. Обязательно like bosib qo'yinglar. Endi keyingi kiyimga o'tamiz va buni tez vishulkaga taxlaymizda va o'tamiz. Qani ketu. Qizlar, mana kiyimimizdan chiroyli qilib vishulkaga ilib oldik. Endi buni olib olamiz. Kelamiz. Keyin boshqa kiyimimizni olib kelamiz. Qani ketu. Uzr, lekin men uni kiyolmayman. Keyin vaqt ham kam. Hozir vaqt topib sizlarga yana bitta video olib beraman. Yasashmi, unaqami qilib olib beraman vaqt topib. Hozir vaqtim kam qoldi. Hozir men shu kiyimlarni ko'rsatib ketaman. Mana keyingi marshrutim mening ko'raman. Ya'ni kaltan unaqa qo'limda keladi. Mana men bitimdan keladi. Kalta anonim. Keyin chiroyli shimim va arkasida qishki kalkotki jozda ham kiysa bo'ladi. Mana chiroyli va zo'r turadi. Endi bularni ichidan ko'targanda bel ochilib ketmasligi uchun ichidan mayga kiya oladi. Keyingi nima olib olaman. Qizlar, keyingisi mana shu formam ekan. Men buni olib turaman. Kiyib turaylik. Mana keyingisi mana Diorli anonim. Mana Mametdan uslari bor. Tipa pasta, короче. Mana. Keyingilarni koftalarimni ko'rsataman. Mana koftam yoqalari shunaqa. Nima tugmasi boshqacha dumaloq tugma. Mana. Boti ikkitalik, keyin buyog'ida uzunroq, chiroyli nichasi bor. Bu bilan bu tipi past. Men bu yog'iga ilib qo'yaman. Zo'r turadi va tushib ketmaydi. Do'stlar, hamda keyingi bu birinchi qism bilan keyingisi ikkinchi qismni keyingi safar ola qolaman. Hozir men qisqa chiroyli video olib beraman. Xo'pmi? Xafa bo'lish yo'q. Va sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr do'stlar. Bugun yakshanba, ertaga dushanba. Konstitutsiya kuninglar bilan muborak bo'lsin. 8-dekabr ya'ni. Xayr. Qachondir bo'lsa ham bir kunlik videoyimni olib beraman. Xayr.